Diqqat 1975 yilgacha tug'ilganlar, ya'ni bugun ehun yosh atrofida va undan katta bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun juda muhim ma'lumot bor. Bu xabar faqat pensionerlar uchun emas, hali pensiyaga chiqmagan, lekin mehnat staji, ish haqi hujjatlari, nafaqa yoki ijtimoiy to'lov masalasi bor har bir inson uchun tegishli. 25 avgustdan boshlab ayrim tartiblar, murojaat qilish usullari va hujjatlarni tekshirish jarayonida muhim o'zgarishlar kuchga kirishi haqida ko'pchilik eshitmay qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Kimlar hozirroq hujjatlarni tekshirishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi xatolar keyinchalik pul yo'qotishga olib keladi va yaqinlaringizga nimani aytishingiz kerak. Avvalo, kanalga hozirroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi. Odamlar esa hujjatdagi bitta xato sabab oylar davomida ovora bo'lib yuradi. Men bu videoda sizni qo'rqitish uchun emas, balki aniq harakat qilish uchun kerakli tartibni tushuntiraman. Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjatlar orqali hal qilinardi. Masalan, odam pensiya yoshiga yaqinlashganda yoki biror ijtimoiy to'lovga murojaat qilganda, undan mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi arxiv hujjatlari, shaxsiy pasport ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgargani haqida hujjatlar so'ralardi. Agar hujjat to'liq bo'lsa, ish nisbatan tez bitardi. Agar qog'oz yo'qolgan, arxivda ma'lumot topilmagan yoki ism familiyada bitta harf farq qilgan bo'lsa, odam yana yurishga majbur bo'lardi. Endi esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Bir tomondan bu juda qulay. Odam har bir qog'ozni ko'tarib yurmaydi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik chiqadi. Lekin ikkinchi tomondan, elektron bazada xato bo'lsa, bu xato ariza ko'rib chiqilishiga, pensiya miqdoriga, staj hisoblanishiga yoki to'lov tayinlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa 1970 yilgacha tug'ilganlar orasida bunday holatlar ko'proq uchraydi. Chunki ularning mehnat faoliyati ko'pincha 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi qog'oz davriga to'g'ri kelgan. O'sha paytda korxonalar qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan, ayrimlari yopilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan yoki ba'zida umuman saqlanmagan. 25 avgustdan keyingi muhim o'zgarishning mazmuni shundaki, murojaat qilgan odamning ma'lumotlari avvalgidan ko'ra jiddiyroq tekshiriladi. Elektron bazadagi yozuvlar va qog'oz hujjatlar o'rtasidagi tafovutlar darhol ko'rinadi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Sizning mehnat daftarchangizda 1996 yildan 2004 yilgacha bir korxonada ishlaganingiz yozilgan. Lekin elektron ma'lumotlarda faqat 2001 yildan keyingi davr ko'rinadi. Agar siz oldindan tekshirtirmasangiz, hisob-kitob paytida behuil staj masalasi savol ostida qolishi mumkin. Bu esa kelajakdagi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Men birinchi navbatda kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini aytaman. 1975 yilgacha tug'ilganlar orasida 3 ta katta guruh bor. Birinchi guruh pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Masalan, erkak kishi 1906 yoki 1966 yilda tug'ilgan bo'lsa, bu pensiya masalasini bugundan tekshirishi kerak. Ayol kishi 1970 yil atrofida tug'ilgan bo'lsa ham, uning mehnat staji, bola parvarishi davrlari, ish joylari bo'yicha ma'lumotlari to'g'ri yuritilganmi? Bularning barchasi ahamiyatli. Ikkinchi guruh allaqachon pensioner bo'lgan, lekin pensiya miqdoridan shubhalanayotgan fuqarolar. Ko'p odam shunday deydi. Men 35 yil ishlaganman, lekin pensiyam nega kam? Bunday vaziyatda sabab har doim ham noto'g'ri hisob-kitob bo'lavermaydi. Ba'zan ish haqi to'g'risidagi ma'lumot topilmagan bo'ladi. Ba'zan stajning bir qismi tasdiqlanmagan bo'ladi. Ba'zan mehnat daftarchasida muhr bor, lekin buyruq raqami noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Ba'zan familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski hujjatlar bilan yangi pasport ma'lumotlari bog'lanmagan bo'ladi. Mana shunday mayda ko'ringan tafsilotlar oyma-oy olinadigan pulga ta'sir qiladi. Uchinchi guruh norasmiy ishlagan yoki ish joyi tez-tez almashgan odamlar. Masalan, bir kishi 1900 yildan 2003 yilgacha bozorda, xususiy sexda yoki kichik firmada ishlagan, lekin ish beruvchi rasmiy hujjat yuritmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam men ishlaganman deb aytishi yetarli emas. Staj hisoblanishi uchun rasmiy asos kerak bo'ladi. Agar kamida ishga qabul qilish buyrug'i, ish haqi qaydnomasi, soliq yoki sug'urta ajratmalari, arxiv ma'lumotlari topilsa, vaziyat o'zgaradi. Aks holda o'sha davrni tasdiqlash qiyinlashadi.
Endi real hayotga yaqin misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 1932 yilda tug'ilgan ayol 1992 yildan 1992 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin bola parvarishi sabab uyda bo'lgan. 2004 yildan yana ishga kirgan. U o'ylaydi. Menda hammasi mehnat daftarchasida bor. Lekin tekshiruvda fabrikadan qolgan arxiv hujjatlarida uning familiyasi eski pasport bo'yicha yozilgan. Hozirgi hujjatlarida esa turmushga chiqqandan keyingi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lmasa, o'sha davrni bog'lashda muammo chiqadi. Natijada ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Ikkinchi misol. 1972 yilda tug'ilgan erkak 1935 yildan 2000 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Korxona keyin yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Elektron bazada esa bu davr ko'rinmaydi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l arxivga murojaat qilish. Agar arxivda ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyrug'i topilsa, stajni tasdiqlash osonlashadi. Agar buyruq topilmasa, ish haqi vedomosti yoki boshqa rasmiy yozuvlar yordam beradi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyaga 2 oy qolganda emas, kamida 1-2 yil oldin tekshirtirish kerak. Uchinchi misol. 1979 yilda tug'ilgan pensioner erkak hozir pensiya oladi. Lekin bir necha yil chet elda ishlagan. U o'ylaydi, bu yillar ham avtomatik hisobga kirish kerak. Aslida bu masala davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ish shartnomasi. Badallar to'langan-to'lanmaganiga bog'liq. Har bir chet elda ishlagan davr bir xil tartibda hisoblanmaydi. Agar hujjat rus tilida, qozoq tilida yoki boshqa tilda bo'lsa, ba'zan tarjima. Notarial tasdiq yoki vakolatli organ ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Bu yerda eng katta xato odamning hamma biladi-ku, men ishlaganman deb yurishi. Davlat organi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning mehnat faoliyatingiz to'liq rasmiy bo'lgan bo'lsa, ish beruvchilar sug'urta va soliq ajratmalarini o'z vaqtida topshirgan bo'lsa, elektron bazada ish joylaringiz, ish haqi va stajingiz to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki ko'p odam hujjatdagi xatoni faqat ariza topshirgandan keyin biladi. O'sha paytda esa vaqt qisqa bo'ladi. Navbat, arxiv, javob xati, qo'shimcha tasdiq kabi jarayonlar asabni charchatadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik ravishda yetarli dalil bo'lavermaydi. Yozuvda sana lavozim, buyruq raqami, muhr va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. Masalan, ishga qabul qilindi deb yozilgan. Lekin qaysi sanadan, qaysi buyruq asosida qabul qilingani yo'q bo'lsa, savol tug'iladi. Ishdan bo'shatildi degan yozuv bor, lekin sana noto'g'ri yoki muhr boshqa tashkilotniki bo'lsa ham qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ism, familiya, otasining ismidagi farqlar. Ba'zan bitta harf ham muammo qiladi. Masalan, pasportda Yo'ldoshev yozilgan, eski hujjatda Yuldashev yozilgan yoki Gulnora o'rniga Gulnoza ketgan. Oddiy odam uchun bu mayda xato bo'lib ko'rinadi. Lekin rasmiy hisob-kitobda bu boshqa shaxs bo'lishi mumkin degan savolni keltirib chiqaradi. Shuning uchun eski diplom, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, sud qarori yoki FHDYK ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, bola parvarishi davri. Ko'p ayollar men bolalarimni tarbiyalaganman, demak hammasi stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masala aniq tartibga bog'liq. Bola tug'ilganini tasdiqlovchi guvohnoma, o'sha davrda ish joyi bilan munosabat, ta'til rasmiylashtirilganmi? Bular muhim. Agar ayol rasmiy ishda bo'lgan va dekret yoki bola parvarishi ta'tilga chiqqan bo'lsa, hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgani tekshiriladi. Agar umuman rasmiy ish bo'lmagan bo'lsa, bu davrning hisoblanishi alohida qoidalar bilan belgilanadi. Men bu yerda hammaga bir xil javob bermayman. Chunki har bir holatning hujjati boshqa. 4-nozik jihat, harbiy xizmat, o'qish, kasallik davri, nogironlik, ishsizlik davri. Ayrim davrlar tegishli shartlar bajarilganda hisobga olinishi mumkin. Ayrimlari esa faqat ma'lum holatlarda. Masalan, harbiy xizmatni tasdiqlash uchun harbiy bilet yoki mudofaa ishlari bo'limi ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. O'qish davri bo'yicha diplomning o'zi yetarli bo'lishi yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Bu davr qaysi yillarga to'g'ri kelgani va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun qo'shnimniki hisoblangan, demak meniki ham hisoblanadi degan fikr xato. Bir xil ko'ringan ikki holatda hujjatlar farq qilsa, natija ham farq qiladi.
Beshinchi nozik jihat pensiya yoki nafaqa qayta hisoblanishi. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz va keyin qo'shimcha staj yoki ish haqi hujjatini topsangiz, murojaat qilib qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Lekin bu ham avtomatik tarzda ertadan pensiyam oshadi degani emas. Avval hujjat qabul qilinadi, tekshiriladi, qonuniy asos baholanadi, keyin hisob-kitob qilinadi. Ba'zan oshadi, ba'zan o'zgarmaydi. Ba'zan esa hujjat yetarli bo'lmaydi. Muhimi siz ariza berganingizni tasdiqlovchi raqam yoki qabul qilinganlik belgisini olib qolishingiz kerak. 6-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Bunday o'zgarishlar haqida gap chiqqanda ayrim odamlar men tezlashtirib beraman. Tanishim bor, arxiv salg'ilamiz, pul bersangiz pensiyani oshirib beramiz deb chiqadi. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Rasmiy to'lovlar va davlat xizmatlari tartibidan tashqari hech kimga pul bermang. Har qanday murojaatni Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi MyPoytagov uz portal yoki vakolatli tashkilotning rasmiy kanallari orqali qiling. Hujjat topshirsangiz, albatta nusxa, ro'yxat yoki qabul qilinganligini tasdiqlovchi ma'lumotini saqlab qo'ying. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari. Chet elda ishlagan bo'lsangiz, shartnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Hujjatlarni suratga olib telefonda ham saqlang, lekin asl nusxalarini alohida ehtiyot qiling. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar internetdan foydalana olsangiz, MyTokkabuz portali orqali shaxsiy ma'lumotlar, mehnat faoliyati yoki ijtimoiy to'lovlarga oid xizmatlarni ko'rib chiqing. Agar o'zingiz qila olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimidan yordam so'rang. Bu yerda maqsad bitta. Sizning rasmiy bazadagi ma'lumotlaringiz qog'oz hujjatlar bilan mos keladimi, yo'qmi, shuni bilish. Uchinchi qadam, mehnat daftarchasini satr-satr tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, korxona nomi, buyruq raqami, muhr va imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar muhr xira bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa yoki yozuv tushunarsiz bo'lsa, oldindan arxivga so'rov berish kerak. Arxivga murojaatda shunday yoziladi: falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlagan, davrim bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, lavozim va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani berishingizni so'rayman. Arizada eski familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan bo'limingiz, taxminiy lavozimingiz, korxonaning eski va yangi nomini imkon qadar ko'rsating. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini alohida izlang. Chunki staj bir masala, pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi ma'lumotlar ham muhim bo'lishi mumkin. Masalan, ikki odamning staji bir xil 30 yil bo'lishi mumkin, lekin ish haqi bazasi farq qilsa, pensiya miqdori ham farq qiladi. Agar siz yuqori maosh olgan davringiz borligini bilsangiz, o'sha yillar bo'yicha ma'lumotnoma topish foydali. Ayniqsa yirik zavod, maktab, shifoxona, qurilish boshqarmasi, transport korxonasi, kolxoz yoki shirkat xo'jaligida ishlaganlar arxivda ma'lumot bor yo'qligini tekshirtirsin. 5-qadam, xatoni ko'rsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, bazada tug'ilgan sanangiz noto'g'ri, ismda xato, staj davri yo'q, ish joyi ko'rinmayapti. Bunday vaziyatda keyin to'g'rilab qo'yishadi deb ketmang. Rasmiy ariza yozing. Arizada aniq ko'rsating. Qaysi ma'lumot noto'g'ri, to'g'ri ma'lumot nima, qaysi hujjat bilan tasdiqlanadi. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Qabul qilingan raqamni saqlang. Agar javob kechiksa, aynan shu raqam orqali murojaatingiz holatini so'rashingiz mumkin. 6-qadam. Pensiyaga chiqishga yaqin bo'lganlar vaqtni bo'y bermasin. Men tavsiya qilaman. Pensiya yoshiga kamida 1 yil qolganda hujjatlarni tekshirishni boshlang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxiv javobi kelishi vaqt oladi. Agar familiya masalasi bo'lsa, FDYOdan ma'lumot olish kerak bo'ladi. Agar hujjat boshqa viloyatda bo'lsa, so'rov yuborish kerak. Agar chet el hujjati bo'lsa, tarjima va tasdiqlash masalasi chiqadi. Bularning hammasi bir kunda bitmaydi. 7-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz, amaki xolalarimiz, opa-singillarimiz elektron xizmatlardan yaxshi foydalana olmaydi. Ular telefon orqali kelgan har qanday gapga ishonib qolishi ham mumkin. Siz ularga tushuntiring.
Hujjatlarni hech kimga berib yubormasin. Pasport ma'lumotlarini begona odamga aytmasin. Bank kartasi kodini bermasin. Pensiyangiz oshadi degan SMS yoki qo'ng'iroqqa ishonmasin. Rasmiy idoraga o'zi yoki ishonchli yaqinlari bilan borsin. 8-qadam hujjatlarni nusxalab saqlang. Mehnat daftarchasi, diplom, aktiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, harbiy bilet kabi hujjatlarning oddiy nusxasini ham, elektron rasmini ham saqlash kerak. Agar asl hujjat yo'qolsa, nusxa kamda qaysi joydan qayta tiklash kerakligini ko'rsatadi. Hujjatlarni telefonda saqlasangiz, ularni tartibli papkalarga joylang. Mehnat, arxiv, oila hujjatlari, pensiya, chet el hujjatlari kabi. Bu oddiy ish ko'rinadi, lekin kerak paytda juda katta yordam beradi. Agar siz 1975-yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz va mehnat daftarchangizda eski korxonalar bo'lsa, hoziroq tekshirtiring. Agar siz 1990-yillarda yoki 2000-yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, ayniqsa korxonangiz yopilgan bo'lsa, arxiv masalasini kechiktirmang. Agar siz familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, eski hujjatlar bilan yangi hujjatlar bog'lanishini tekshiring. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, qo'shimcha staj yoki ish haqi hujjatlari bor yo'qligini aniqlang. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrni tasdiqlovchi hujjatlarni hozirdan yig'ing. Agar sizda hamma narsa rasmiy, ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'rinib turibdi, hujjatlaringizda ism, familiya xatosi yo'q, arxiv talab qilinadigan eski davrlar yo'q bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin bir marta tekshirtirib qo'yish baribir foydali. Chunki masala faqat bugungi kun emas, keyingi yillarda olinadigan pensiya nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordamga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, 25 avgustdan keyingi muhim o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, hujjatlar va elektron ma'lumotlar mosligi yanada muhim bo'ladi. 1975 yilgacha tug'ilganlar bu masalaga befarq qarashi mumkin emas. Chunki aynan shu avlodning ish faoliyatida qog'oz hujjatlar, yopilgan korxonalar arxivlar, familiya o'zgarishi va eski yozuvlar ko'p uchraydi. Bitta yetishmayotgan ma'lumot staj esa to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun kechiktirmang, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Arxivga so'rov yuboring, barcha javoblarni saqlang. Eng muhimi, rasmiy yo'l bilan harakat qiling va shubhali odamlarning va'dalariga ishonmang. Sizda shunday holat bo'lganmi? Staj topilmaganmi? Arxivdan hujjat chiqmaganmi? Pensiya qayta hisoblanganmi? Yoki ism, familiya xatosi sabab muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu xabarni 1975 yilgacha tug'ilgan yaqinlaringizga albatta yuboring.